hech kimni ishi yo'q sen bilan. Tirikmisan, o'likmisan demaydi. Hol ahvol so'raydigan bironta mo'min yo'q. Nimagaki aloqasi yo'q. Qishloqqa ketaman. Qishloqdagilar hatto notanish odam bilan salomlashishadi. Agar bilsangiz, u yerdagilar bir-birlariga hashar qilib uylar qurishadi. Hamma bir-biridan xabardor, kim farzand ko'rdi, kim uylanyapti. Bu yerda kecha hamrohing bor edi yoningda. Bugun esa yo'q. Ammo kim qanday kiyingan? Qanaqa mashinasi bor? Uni qanday olgan, pulni qayerdan topgan? Mana buni bizga aloqasi bor. Bu bizni qiziqtiradi. 3 kishi bittasini do'pposlayapti. Ko'rmaganga olamiz. Sadaqa so'rab o'tirgan nochor ayolga bilagimizni ham buzmaymiz. Magaki bizga aloqasi yo'q. Nimaga endi aloqasi bo'lmas ekan? Nimaga deb so'rasangiz, zamon shunaqa deyshadi. Zamonni bunga nima aloqasi bor? O'zimiz shunaqa bo'lib ketganmiz, o'zimiz.